Xayrul xattoina at-tawwabun. Xato qilguvchilarni yaxshisi kim? Xato qilguvchilarni ham yaxshisi bo'lar ekanmi? Xato qilguvchilarni yaxshisi tavba qilguvchilari. Yomon odamni yaxshisi kim deb savol. Yomon odamni ham yaxshisi bo'lar ekanmi? Demak, yomon odamni yaxshisi kechirim so'raydigani, tavba qilguvchisi. Inshaalloh o'sha xatoni, o'sha gunohni qaytib takrorlanmaydigani yaxshisi. Demak, bizlar ham hayotimizda mana shunday voqealar uchraydi bugun. Hayotimizdagi mana shunday voqealar uchraganida, hodisalar bo'lganda avvalo o'zimizni inshaalloh o'nglab olaylik. O'sha xatoni takrorlamaylik. Va Alloh taolodan inshaalloh bugun bo'layotgan ishlarda tavakkal bilan, fazilat bilan inshaalloh